Immunitetingiz past, immunitetni oshirish kerak. Hamma narsa sizni qo'lingizda. Agar siz haqiqatan men ona bo'lishim kerak, bo'la olaman desangiz, siz homilador bo'lasiz. Agar yo'q, men baxtsizman, meni peshonamga shunaqa hayot yozilgan ekan, Xudo meni shunaqa qilib yaratgan ekan desangiz, Xudo aytadi, harakat qilmayapsan, men senga sababini berib qo'ydim. Qo'lingdan kelgancha harakat qil, men senga beraman deb. Bandasi harakat qilsa, Alloh barakasini beradi dedim. Yo'li bor-ku. Yo'lingiz bor-ku. Hamma narsa hozir tibbiyot rosa rivojlanib ketgan, harakat qilish kerak. O'shancha aytaman. Har bir inson o'zini ustida ishlashi kerak. Faqat bola uchun emas, umuman o'sishingiz uchun, oilani tiklash uchun, farzandli bo'lish uchun, pul topishingiz kerak, boy bo'lishingiz uchun, yaxshi komfort yashash uchun, to'g'rimi? Hozir bitta siz emas, juda ham ko'p qizlarda bachadoni yaxshi rivojlanmagan.